Xorazmshohlar davlati va uning yuksalishi. 11-asr va 12-asrning birinchi yarmida Xorazm Saljuqiylar davlati tarkibiga kirgan. Xorazmning 11-asrdagi yuksalishi Turkiylar sulolasiga mansub Xorazmshohlar siyosati bilan uzviy bog'liq. Xorazm vohasida hukmronlik qilgan mahalliy sulolalar qadimdan Xorazmshohlar umumiy nomi bilan yuritib kelingan. Masalan, Afrig'iylar, Mamuniylar, Oltintoshiylar boshqaruv kursida Xorazmshohlar unvoni bilan o'tirganlar. Ammo Xorazm doirasidan tashqariga chiqib, boshqaruvning saltanat darajasiga erishgan sulola bu Anushtaginiylar hisoblanadi. Anushtegin Saljuqiy sulton Malikshohning ko'zga ko'ringan va ishonchli mansabdorlardan sanalgan. Taxminan 1077-yili u Xorazm hokimligi vazifasiga tayinlanadi. 1097-yili esa mazkur lavozim o'g'li Qutbiddin Muhammadga tegadi. U Saljuqiylar dargohiga qaram bo'lib, har yili o'zi yoki o'g'li otsiz orqali viloyatdan undirilgan soliqni poytaxt Marvga olib borib turadi. Otsiz esa otasidan keyin Sulton Sanjar hukmi bilan Xorazm hokimligiga tayinlanadi. Bu vaqtda 30 ga ham kirmagan otsiz avvaliga otasi kabi Saljuqiylar xonadoniga sidqidildan xizmat qiladi. Ammo u o'z mavqei mustahkamlanib va aksincha raqobatchilari zaiflasha borayotganini sezgach, Saljuqiylarga qaramlikdan bosh torta boshlaydi. Bunga javoban Sulton Sanjar unga qarshi bir necha marta qo'shin yuboradi. Mag'lubiyatga uchragan otsiz qochishga majbur bo'ladi. Tarixchilardan Rashiduddin va Hofiziy Abrolarning yozishiga ko'ra, Anushtaginiylar sulolasining asoschisi Anushtagin dastlabki faoliyatini Sulton Jaloliddin Malikshoh I saroyidan boshlagan. U sultonning eng ishonchli kishilaridan biriga aylangan. Keyinchalik u Xorazm mutasarrifi mansabiga tayinlanib, unga Xorazm shihnasi, ya'ni qal'a boshlig'i unvoni beriladi. Vaqt o'tib, Anushtaginning o'g'li Qutbiddin Muhammad Xorazm hokimi bo'ladi. Xorazmni qo'lga kiritganidan keyin Sulton Sanjar uni otsizning jiyani Sulaymonshah boshqaruviga bergan. Biroq Sulaymonshah u yerda o'z hokimiyatini mustahkamlay olmagan. Mahalliy aholining qo'llab-quvvatlashi orqali o'z hokimiyatini tiklagan. Otsiz Buxoroni egallaydi. U Bag'dod xalifasidan Xorazm viloyati va u tomonidan Xorazmga qo'shib olingan hamda olinadigan g'arbiy, sharqiy chegaralardagi viloyatlarning hukmdori deb tan olingan yorliq oladi. Otsiz Marv, Nishopurni ham o'zining tasarrufiga o'tkazadi. Otsiz o'zining ismi bitilgan oltin tangalarni zarb qilishni boshlab yuboradi. Otsiz o'limidan so'ng taxtga chiqqan o'g'li El Arslon ham mustaqil siyosat yurg'izishga harakat qildi. El Arslon Movaron nahrida qora xitoylar bilan to'qnashadi va qo'li baland keladi. U Nishopurni egallab Ozarbayjonga harbiy yurish uyushtiradi. Lekin El Arslonga ham markazida Xorazm bo'lgan, barcha tomondan tan olingan qudratli siyosiy uyushmaga asos solish nasib etmagan. El Arslonning vafotidan so'ng uning o'g'illari Takash va Sultonshoh Mahmud o'rtasida o'zaro kurash kechadi. Faqat Sultonshoh Mahmud vafotidan so'nggina Takash yakka hukmdor sifatida keng qamrovli siyosat yuritish imkoniga ega bo'ladi. Takkash g'arbiy Eronning ayrim qismini hamda Kirmonni bo'ysundiradi. Hukmronligi so'ngida u hatto Bag'dodni xalifalik poytaxtini zabt etishga ham shaylanadi. Ammo yurish chog'ida vafot etadi va taxtga Olovuddin Muhammad chiqadi. Olovuddin Muhammad Movaron nahridan qora xitoylarni haydab chiqaradi. Bu voqea uning obro'-e'tiborini nihoyatda oshirib yuboradi. Ozarbayjon, Eron, Xorasondan Hindistongacha bo'lgan yerlar Xorazmshohlar tasarrufiga olinadi. Sulton Muhammadning asosiy maqsadi Suriya, Kichik Osiyo va Misrni ham bo'ysundirish edi. Muhammad Xorazmshoh 400 ming atrofidagi o'z qo'shinini Bag'dod yurishiga jo'natadi. Xorazmshoh qo'shini Xulvon viloyatiga yetganida g'ayritabiiy hodisa yuz beradi. To'satdan havo sovib, 3 kecha-yu 3 kunduz qor yog'adi. Izg'irin sovuq hamma yoqni qamrab oladi. Jangchilar sovuqdan aziyat chekadi. Otlar, tuyalarga qiron keladi. Bu ofatdan iztirobga tushgan sulton o'z qo'shinini orqaga qaytarishga buyruq beradi. Sulton xalifa nomini xutbadan chiqarib tashlashni buyuradi. Xulosa qilib aytganimizda, bu davrda Anushtagilar sulolasi dunyoning eng qudratli siyosiy kuchlardan biriga aylandi. Orol dengizidan Hind okeanigacha, Iroqdan Sharqiy Turkistongacha bo'lgan ulkan hudud Xorazmshohlarga bo'ysundiriladi.